14-fevral sevishganlar kunimi yoki buyuk sarkarda tavalludimi? 14-fevral ko'pchilik uchun sevishganlar kuni. Ammo biz uchun bu sana buyuk sarkarda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kundir. 1483-yil aynan shu kuni Andijonda Temuriylar xonadonida Bobur dunyoga keldi. Uning bolaligi bizning kabi o'yin-kulgu bilan emas, balki og'ir judolik va katta mas'uliyat bilan o'tdi. 12 yoshda otasi vafot etgach, taxtga o'tirdi. Dovyurakligi va jasurligi sababli u yoshligidan Bobur, ya'ni Sher laqabini olgan. U Temuriy shahzodalar bilan taxt uchun kurashdi. Samarqand taxtini 3 marta qo'lga kiritdi. Biroq Shayboniyxon bilan bo'lgan janglardan so'ng ona vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U mag'lubiyatga uchradi, xiyonat ko'rdi, surgun hayotini boshdan kechirdi, ammo aslo taslim bo'lmadi. Markaziy Osiyoda imkoniyatlar cheklangach, u yo'lni Afg'onistonga, so'ngra esa Hindistonga burdi. 1526-yilda 12 minglik qo'shin bilan 100 mingdan ortiq askar va mingdan ziyod jangovar fillarga ega bo'lgan dushman ustidan g'alaba qozondi. Panipat jangidagi ushbu tarixiy g'alaba 300 yildan ortiq hukmronlik qilgan Boburiylar imperiyasiga asos soldi. Bobur shunchaki sarkarda emas edi. U qilich bilan davlat qurdi, qalam bilan tarix yozdi. Uning Boburnoma asari o'z davrining eng aniq va ishonchli tarixiy manbasi bo'lib qoldi. Bobur turkiy tilda ijod qilgan yirik shoir bo'lib, 3 ta tilni mukammal bilgan. Hindistonda islom madaniyati va me'morchiligini rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Bobur shunchaki romantik tarixiy namuna emas, u kuch, iroda va yengilmaslik timsolidir.